2026-yil 27-iyun sanasida Karmen nokini pishish davri haqida gaplashamiz o'rtoqlar. Kamerachi bola yaqinroq olib keling. Karmen nokini qaranglar, ikkitasi 1 kilo bo'lib ketgan o'rtoqlar. Ishonmaganlarga mana bunisini ham ko'rsatamiz. Buni qaranglar. Shingil qilib yuborgan uzumga o'xshab o'rtoqlar. Rangiga, bleskiga yurakdan bittadan qizartirib qo'ylar. Dehqonlardan videolar rekka chiqsin. Karmen nokini ko'chatlardan ko'p aytiryapmiz. Karmen noki pishish davri iyunning oxirida o'rtoqlar uziladi. Ertaga 28-iyun sanasida xudo xolasa bu karmen nokilarimizni ichki bozorlarga uzishni boshlaymiz. Ichki bozorlardagi hozirgi kundagi narxi 55 ming so'm, 60 ming so'm xudo xolasa dehqondan uziladi o'rtoqlar. Karmen noki o'shanaqa bliskiga, ancha-muncha kasalliklarga chidamli nok bo'ladi. Eksportga ham eng yuqori narxlarda eng ko'p sotiladigan noklarimiz ham karmen noki bo'ladi. Baquvvatligi ham, o'zini ushashi ham, ancha-muncha ezilmasligi uchun ham ezilmaydi. Shuning uchun eksportga ham eng yuqori narxlarda sotiladi o'rtoqlar. Buni qaranglar, bog' dehqonning mehnatiga bittadan like bosib qo'ymasalar ham bo'lmaydi. Bekorga uzumga o'xshab shingil demayapmiz, buni qaranglar. Bu nokimiz hali o'zini nima deydi? Rosa hosilga o'tirmagan, hali kichkina, 4-chi hosili bu. 5 yosh, 6 yoshda juda ham hosili ko'payib ketadi. Ko'chatlardan kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Ozmi ko'pmi ma'lumot bergan bo'lsak, foydali ma'lumot bo'lgan bo'lsa o'rtoqlar like bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar.